Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yakkasaroy Shota Rustaveli ko'chada 3 xonali 133 kvadrat plus 133 kvadrat, ya'ni tepada mansardamiz joylashgan, bez remont, korobka holatida. Uyimizning narxi juda ham zo'r narxda. Bugun sizlarga shu xonadonimizni obzorini qilib ko'rsatamiz. Qaranglar, birinchi bo'lib zalimizdan boshlaymiz. Zalimiz ham juda ham prostorniy qilingan, juda ham keng. Qaranglar, bu yoqqa 12 talik stol, stul, mягкий zonalari qo'yib, bemalol maza qilib mehmonlaringni kutib olaverasizlar. Qani do'stlar, endi oshxona qismimizni ko'rsatamiz. Kelinglar. Oshxona qismimizda mana ko'rib turganingizdek, oshxona qismimizga ham bu yoqqa 4 talik stol, o'zining balkon qismi bor va mana gaz plitalarimiz, lekin texnikalarimizga bu yoqqa joy tashlab ketilgan. Mana xolodilniklarimizni ham joylari bor, hurmatli obunachi. Stilli banitsa yonginasida joylashgan. Kelinglar. Endi sizlar bilan bu kiraverish qismimiz bo'ladi. Bu yoqqa o'zining shkaflari bor va bu yoqda umumiy sanuzel qismi joylashgan do'stlar. 3 xonadan iborat bu xonadonimiz. Bu yoqda esa detskiy xona o'rnida bemalol foydalansak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu uyimizda olib qo'yilgan, ko'p yashalmagan, zo'r holatda turibdi va bu xonamizni o'zini bu yoqda balkon qismi ham bor va mana ko'rishingiz mumkin Shota Rustaveli ko'chasi. Yuringlar, endi kattalar spalniyasi bilan sizlarni tanishtirib chiqaman. Xo'p, kattalar spalniyamizda ko'rishingiz mumkin, bu xonamiz ham juda ham prostorniy qilingan, faqat spalniylarimiz yo'q va pardalarimiz ham eng sifatli materialdan qilingan pardalarimiz qo'yilgan. Panorama oynasi bor hammasida va bu yoqda garderob qismi va sanuzeli joylashgan, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham shinam xonadonimiz. Yakkasaroydan 3 xona yoki kattaroq kvadrat uy qarab yurganlarga bu videomizni yuborib qo'yasizlar. Uyimizning narxini esa opsiyada yozib qoldirasizlar. Sizlar bilan Muhib Abdurahim bo'ldi. Ko'rishguncha deb qolamiz.